Mustafa Najjat Öz Fatura 1930-yılı tug'ilgan bo'lib, 2019-yılı 12 fevral bu dunyo bilan xo'shlashgan. Turkiya gazetining tonilgan yozuvchisi. Bu kishi Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi tangsiz zulmlarini uzun yillardan beri yezib, dunyoga tunishtirgan. San'atchi Ozan Arif, shoir, yozuvchi, G'olib Arslan Millatchi partiyasining peshqadam ishtirokchisi. Türk dunyosiga tonilgan adib. 1949-yılı tug'ilib, 2019-yılı 13 fevral vafot bo'lgan. Allah gunohlarini mag'firat qilib, yot qayrini jannat qilsin. Fevral Şinjan gazeti xabarida Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komitet Wang Junchengni Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik partkomining a'zoligiga doimiy komitet a'zoligi tayinlashni qaror qilgan. Bu yil 55 yoshli Wang Juncheng asli Sandongliq bo'lib, u ilgari Yunnan, Xubi qatorliq o'lkalarda vazifa o'tagan. U 2016-yildan beri Jelin o'lkalik partkomining doimiy a'zosi, Changchun shaharlik partkomining sekretari, Xitoy Markaziy komitetining kandidat a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Wang Junchengning yo'tkab kelinishi Xitoyning Uyg'ur rayonidagi siyosatida har qanday bir o'zgarish bo'lganligidan derak berdi deb qiyos qilish mushkul ekan. Chet eldagi Boşun Torning oshkorlashicha, Wang Juncheng 2014-yili Xubidagi Shenyang shaharlik partkomining sekretarlik vazifasini o'tayotgan mezgilda arzdorlarning kimlik kartasini tortib olib, ularga zarba berish, nazorat qilish, arzdorlarning erkinligini cheklash bilan ayblangan. Shunga 2014-yili avgustda Shenyanglik 16 nafar arzdor Beijingga berib, Wang Junchengni vazifasidan ep tashlashni talab qilgan ekan. Uning Sharq Turkistonda konkret qanday vazifa o'taydiganligi, uning qo'rqinchli kishilik huquq krizisi yuz bergan hozirqanday nozik mezgilda Sharq Turkistonga yo'tkab kelinishdagi sabablar ma'lum emas. Dajian Torning 13 fevral xabarida Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston va Tibetda qayta tarbiyalash markazlarining borlig'ini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, Hindiston axborot medialari Sunniy Hamra orqali tortilgan suratlar orqali bu yolg'onchilikni yana bir qatim oshkorladi. Bu suratlarda Tibetda hozir oz deganda 3 o'rinda sobiq Sovet ittifoqi zamonidagi qayta tarbiyalash markazlariga o'xshash qurilishlarning yasalganligi bildirilgan. Xitoy 1958-yildan boshlab Tibetga hokimiyat yurgizgandan hozirgacha izchil diniy faoliyatlarni bostirib kelgan bo'lib, 80-yillarning o'ttirlarida taxminan 6254 ibodatxonani buzib chiqqan. Yaqinqi zamonda selingan ibodatxonlar o'zining xosligini yo'qotib, Xitoycha tus olgan. Hamda kishilar o'ltiraqlashgan rayonlardan xeyli yiroq rayonlarga selingan bo'lib, kishilarning to'plashib olishining oldini olgan. Chilining Atacama desert qumliqi dunyodagi eng chong qurg'oq rayon bo'lib, ba'zi yerlarda yillab yomg'ir yog'maydi. Lekin yaqinda misli ko'rilib boqmagan qattiq yomg'ir yog'ib, og'ir suv ofati yuz bergan. Chili prezidenti mazkur rayonning jiddiy holatga o'tganligini, 6 kishining suv ofatida qazo qilganligini, 100 dan ortiq uy imoratning buzg'unchilikka uchirganligini, 1200 dan ortiq kishilarning uy makonsiz qolganligini, bir miskonini suv besib ketganligini, Kalamada 37 ming yerlik aholining normal suvdan uzilib qolganligini e'lon qilgan. Janub tarafdagi suv ofatidan boshqa, shimoliy tarafda temperaturaning yuqori bo'lishi sababli hozirgacha 600 dan ortiq qitim o'rmon o't ofati yuz bergan. Amerika Kolumbiya universiteti professori Parik Williamsning bildirishicha, Chili hukumati havo klimatiga nisbatan qanday moslash kerakligini, qanday qilganda tabiiy ofatlarning oldini olib bo'lganlik to'g'risida o'ylanish kerakligini tashabbus qilgan.